Assalomu alaykum hammaga. Demak, boshladik. Erta tongni Asqat Muxtorning Buxoroning jin ko'chalari asari bilan boshlaymiz va go'zal tabiat manzarasidan bahra olamiz. Go'zal tabiat manzarasi. Albattaki buni videoga olishimdan maqsad go'zal bulutlarni sizlarga ham ko'rsatish edi. Tabiat juda ham go'zal, ayniqsa bulutlar bilan. Ro'molli ketar ekanmiz, biz yashab turgan qishloqda mana bunday kanatlar mavjud. Ya'niki u kanatdan daryoni ustidan o'tiladi. Qaysi daryo desangiz, mana bu Sakarya daryosi. Sakarya River deb chiqqan lokatsiyada. Har bir yerda xuddi shunaqa o'yingohlar mavjud. Bu daralarda juda ko'p hayvonlar bor. Mana bu izlar ham yovvoyi cho'chqaning, ya'ni kabanning izlari. Agar bu kaban bizni yo'limizdan bir o'zi yolg'iz chiqib qolsa, bizni quvalab yurib, bizni suzadi, tishlaydi, nima qilsa qiladi. Bu yerda bitta cho'ponni kamida 150 ta, 200 ta qo'yi bor. Bu yerda qo'ylar juda ko'p ekan. Ta'rifga til ojiz, shunchaki bulutlarni ko'rib rohatlaning. Bu yerda bir donagina zavod bor. U ham bo'lsa hayvonni chiqindilaridan, ya'ni axlatlaridan elektr toki ishlab chiqaradi. Mana bu xuddi o'zi. Qanday toki ishlab chiqarar ekan, hayronman. Bu yerning havosi meni xarakterimdan ham battar ekan. Kecha quyosh chiqib turgan narsa ertasiga qor yog'ib qo'yishi ham mumkin. Mana bunday qorlarni ko'rishingiz mumkin keyin. Bu qordan men ham foydalanib qoldim. Ya'niki o'z ismimni qorlarga muhrladim. Ertalabki ob-havoda sokin tabiat manzarasi. Sakarya daryosi. Lokatsiyada Sakarya River deb chiqdi. Juda go'zal manzara. Mana bu esa Kaminai Kamtarin. Mehmonlar. Arab oti. Mehmonlar, nasılsın? Bu ot chiroyli, aqlli, o'zini biladigan juda yaxshi otdir. Dalada adirlar juda ko'pdir. Bu adirlarga chiqishni orzu qilardik va bu orzuyimizga ham yetishdik. Adirlar juda bepoyon, qattiq, toshli ekan. Tarix o'tmish 1866-yil degan tarixni eslatadi bu yerlar. Birinchi ko'rib men bu yerlarni Suriyaga o'xshatdim, juda xarobazorlik ekan. Bu uylar nimaga bunaqa? Chunki qarovsizdir. Egalari faqatgina yozda keladi. Ba'zilariniki esa umuman kelmaydi. Qadimgi qoldiqlardan, ya'ni qadimiy shaharlarga o'xshaydi bu yer. Oldinlari bu yerlar obod bo'lgan. Hozir esa u yerning egalari shaharlarga ko'chib ketishgandir. Ko'rganingiz Ko'rhasandagi suv inshootidir. Bu yerda deyarli har bir qishloqda o'z masjidi bor. Mana bunday bir donagina minora va tagida namoz o'qish uchun kattagina binosi bor. Albattaki bitta masjid bo'lsa, oltida yana bitta maktab bor. Bepoyon dalalarda aylanib yurib, mana bunday sharsharalarga duch keldik. Ya'niki bu sun'iy qilingan joydir. Suvni boshqa yoqqa burish uchun qo'llaniladi asosan. Juda chiroyli manzara. Yaxshi suvni ichish uchun biz 20 kilometr uzoqlikdagi qishloqqa boramiz. Bu yerning nomi Ko'rhasandir. Bu yerda yer tagidan bir ota suv chiqarib qo'ygan.
Mana shu suvlardan biz olib ichamiz. To'g'ri, bizda ham suvlar bor, lekin bunchalik shirin emas. Mana u orqadagi masjidi va boshqa narsalari bor. Bir Instagramdagi videolarga o'xshatib video olgim keldi. Turkiyada mening bir kunim 3-qismini ham mana yakunlab oldik. Bundan da zo'rlari hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Bu hali boshlanishi. Ko'rishguncha sog' bo'ling, ko'rishguncha xayr.